Dongfeng avtomobilini ko'rsataman. Dongfeng 2018-yil ekan, strellalari 22 metr ekan, balolarning holati juda ham zo'r. Motor, hadovoy, most, korobka hammasi chotki ekan. Bemalol ko'rib ko'rsatib ishlayotgansizlar. Okamlar Xitoydan zakaz qildilar, ham ishlanganlarni yangi qildirib qo'ygan ekanlar. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan hozirgi paytda. Salonlarni ham pertashkil qilib, chiroyli qildirib qo'yishgan ekan. Mana mashlanganlarni ko'rib turganlaringiz hammasi yangi. Muammosi yo'q, dokumentlari ham hammasi joy-joyida ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Perchislaniga ham gaplashuvsanglar bo'lar ekan. Hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Balolarning ham holati zo'r, motorlarning ham holati zo'r, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Kraskalari xo'p, asfalt bo'lib, chiroyli qildirib qo'yishgan ekan. Faralarni yangi taqtirib qo'yishgan ekan. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Laboylargacha but-butun turibdi. Bemalol tekshirib olsanglar bo'lar ekan. Xo'p. Mana qaranglar, bir tashkil qilib chiroyli qildirib qo'yishgan ekan. Panajaki, hamma narsasigacha bor. Tabloda 14 ming qanchadir kilometr ko'rsatyapti. Mana, hamma yog'i zo'r holatda ish qilib 2018-yil Dongfeng. Bu mashinani sizlarga mazax haydashingiz uchun bor yo'g'i 21500 ga beraman.